bel grejasiga L4 L5 ga ham L5 S1 ga ham tushadigan mashqni yana bittasini ko'rish xohlaysizlarmi? Agar shu mashqni ko'rish xohlasanglar bu videoni oxirigacha ko'ring. Bu mashqni kunni qaysi paytida qilish kerak, sonini nechtadan qilish kerak va aynan umurtqa pog'onasiga bu mashq qilish orqali nima foydalar olasiz? Shu masalalarda bugun gaplashamiz. Bel grejasiga L4 L5, L5 S1 hamma pog'onasiga tushadigan universal mashq. Biz videoni boshladik. Sizlar bilan diskutor mutaxassisi Zuhurdin Salohiddinov bo'ladi bu video mobaynida va do'stlar grejangiz bo'lsa, pastda nomerga murojaat qilib, tashrif buyurib davolanishingiz mumkin. Biz boshladik. Kuzatib turing. Bu mashqni bajarish uchun bizga planka kerak bo'ladi. Biz yerda bajaramiz. Siz ham uy sharoitida bemalol gilamda bu mashqni bajarishingiz mumkin bo'ladi. Aynan sizni bel umurtqa pog'onangizda og'riq kuzatilayotgan bo'lsa, birinchi tanani qizdirib olishdan mashqni boshlashingiz kerak bo'ladi. Va tanani qizdirib olganimizda umurtqa pog'onasidagi siqilishlar, spazmlar yo'qoladi. Belimiz bo'shashadi. Mashq qilganimizda og'riqlar kuchayib ketmaydi. Belimizni qizdirib olganimizdan keyin bo'lsa, xuddi shunaqa yo plankaga yo yerga yotib olgan holatda mashq bajarsak bo'ladi. Bel umurtqa pog'onasiga foyda beradigan universal mashqimiz ko'krak qafas va bo'yin umurtqa pog'onasiga hech qanaqa aloqasi bo'lmaydi. Chunki men sizlarga ko'p videolarda aytganman, universal mashq berganimizda namozdagi sajdaga o'xshagan mashqimiz bor. O'sha universal mashqimizda bo'yin, ko'krak qafas, bel umurtqa pog'onasi uchun universal mashq hisoblanardi. Ya'ni butun umurtqa pog'onamizga foyda berardi. Aynan bugungi plankada bajaradigan, sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan mashqim bel umurtqa pog'onasi, ya'ni belimizni bir qarich joyiga universal mashq hisoblanadi. Ya'ni o'sha L4 L5 ham, L5 S1 ham, L1 L2 dan boshlab S pog'onalarigacha foyda beradigan mashq hisoblanadi. Demak, biz mashqqa o'tdik. Siz bo'lsa kuzatib boring. Mashqni har kuni kechki uyquga yotishdan oldin bajarib uxlashni maslahat beraman. Erta tongda yoki kun mobaynida bu mashqni bajarib turib, keyin harakatda bo'lsangiz, ishga chiqib ketadigan bo'lsangiz, o'tirish natijasida belingiz yana ezilib, yana og'riqlar ko'payib ketadi va mashq mobaynida qilingan rezultat 2 barobar ziyonga ishlaydi. Shuning uchun aynan biz sizga tavsiya qiladiganimiz, ayni kunni kechki uyquga yotishdan oldin paytida mashqni bajarasiz, keyin uxlaysiz. Mashqdan olgan effektingiz umurtqaga yotib dam berganingizda sizga 2 barobar foydaga ishlaydi. Mashqni biz boshladik. Siz kuzatib boring. Obuna bo'ldingizmi? Like bosdingizmi? Grejasi bor do'stlarga videoni jo'natib qo'yib, grejangiz bo'lsa shu mashqlardan ham tuzata olmayotgan bo'lsangiz, pastdagi nomerga murojaat qilib tashrif buyurishingiz mumkin. Qani, tayyor bo'lsangiz boshladik. Videomizni eng qiziq joyiga keldik, chunki sizlarga mashq ko'rsatamiz. Shuncha gapni aytdim, mashq ko'rsatmaysanmi tezroq deb so'radingiz. Albatta like bosib qo'ying. Biz bo'lsa mashq boshladik. Xuddi shunaqa tekis joyga yotib olamiz yerga va yumshoqroq gilamga yotib olgandan keyin oyoqlarimizni juftlab tepaga ko'tarishdan mashq boshlanadi va o'ng tarafga, keyin bo'lsa chap tarafga oyoq bukish bilan mashq bajariladi. Shunda bel umurtqa pog'onasi ishlaydi. Faqat oyog'imizni imkon qadar yerga tekkizamiz, lekin agar birinchi kun yerga tekkiza olmasangiz, sal-sal qimillatib mashqni boshlab olsangiz bo'ladi. Mana juda sekinlik bilan qimillatib, kundan kunga pastga qarab olib boraverasiz va oxiri bajarganimizda yonga tekkizgin pastga qarab mana teggan holatda belimiz buralishi yuziga kelish kerak. Demak, mashqni har kuni kechki uyquga yotishdan oldin 5 marotabadan o'ng tarafga 5 ta, chap tarafga 5 ta, jami 10 tadan 4 takror bajaring, orada 2 daqiqa dam bilan. Biz sizga 10 ta bajarishni ko'rsatib beramiz. Ketdik. Do'stlar, demak mashq ko'rdinglar, xuddi shunaqa yerda bajariladi. Sonlar aytib o'tildi. 10 marotabadan 4 takror bajarasiz. O'ng tarafga 5 ta, chap tarafga 5 ta. Kechki uyquga yotishdan oldin bu mashqni bajarib yoting. Agar shu mashqlarda ham tuzalmasangiz, uy sharoitida hamma narsa qilib ko'rdingiz, bo'lmayaptimi? Vaqtni o'tkazmang. Oyog'ini uyushtirib, oyog'ingizni og'ritib, oqsab yurib, umurtqa pog'onasini skalyoz kasallarini keltirib chiqarmasdan MR tomografiyani amalga oshirib, pastdagi nomerga murojaat qilib tashrif buyurishingiz mumkin. Mashqni yana bitta ko'ring, texnikasini yaxshilab o'rganib oling. O'zingizni qiynab, belingizni og'ritib qo'ymasdan xuddi shu texnika bo'yicha bajaring.
Sizlar bilan diskussiya mutaxassis Zuhriddin Salohdinov hamda shogirdim Asadbek bo'ldi. Asadbek yana bitta bajarib beradi. O'zingizlar ko'rib, xulosa chiqarasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang, mashq ko'ramiz.